Oldingi paytlarda yangi yil. To'rlari 2006-yil ham kelyapti, ertaga yangi yil. Turlari, oningni baqirtirmalaring bolaman. Siz nima Qorboboni kiyimini kiyib oldingiz? Necha 12 da kiyasiz? Siqqina ekanda, keyin bolalarga sovg'a ham oldim. 12 da beraman, yo'q, 12 da olasan. Parchalar yetarli bo'lib qoldi kechalar, yarim eshik ochilib. Nima qilasizlar? Ovqat yemishdimi? O'zimiz ovqatni ertaga yeymiz, bugun mehmonga boramiz. Nima shu odam ko'rsa yuradi? Voy, bu yil yangi yil qilmadinglarmi? Yo, adasi ruxsat bermadilar, qilmadik. Borganda dasturxondan biror nima oladiz. Hech narsa yo'q ekan, lekin men piyola oldim. Sen jinnimisan? Shuncha piyola bor ekan-ku. Voy, bilmay qopman, adasi bezatib qo'yibdilar-de. Aldamang. Jasur qo'shninga boramiz, dasturxon to'la bo'ladi. Mashdan to'y chiqib ketish kerak. Ana shu ananas qimmatga tushganda qo'shni. Xuddi mana shu shkolatni Moskvadan olib kelganman. Bitta ichaylik chiqadi. Mana shu shampanskini ham juda qimmatga so'raganini sotmagandim ha. Ko'rgazmaga qo'yilgan ekan-da unda. Menga ham bitta rulet olib bering. Biz ham yomay o'tiribdi. Qaytan ananasni nomard qimmatga olganman. O, ana, odobnoma o'qituvchinikiga keldik. Jaziyoli odamlar eshilar. Kel, qo'y. Yumshoqni men bosib oldim. Ustozim. Men ichaman har kuni. Sani deb ichmayman men. Ichmoqchiman. Ha, nimadir olinglar. Постой, паровоz, не стучите колеса. Bular yeyish uchun oldin ichish kerak ekan. Yangi yil kirib kelishiga 15 minut qoldi. Turinglar, ko'chada kutyapmiz. Bo'pti, biza ketdik, shuni qoldi. Soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftari. Bu yolg'on emas hayotiy. Salut qani? 38 ga kirib hali salut ko'rmadim. Faqat ovozini eshitaman. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda sog'ingan qadrdon diydor. 1-yanvar kuni nimalar bo'ladi? Hamma xohlagan joyda yotadi. Televizor bo'lsa bo'kirib yotibdi. Kecha ertalab tursam yeyman deb niyat qilgan narsalaring dasturxonda yo'q bo'lib qoladi. Qaysidir ochko'z pintuzani faqat go'shini terib yeb qo'ygan. Yana kimdir tortni ustiga o'tirib olibdi. O'sha kuni detskiy o'rtog'ing telefon qilib, ko'rishmaganimizga 1 yil bo'pti, deb prikol qiladi. Hojatxona doim band bo'ladi. Qaynisinglim ekan. O'tgan yildan qolgan oliviyeni yeb o'zay kelin. Qaynaninam yemagan hazil qiladilar. Oliviye bilan norin qish tugasa ham tugamasa kerak. Alkash eringni bo'lsa kuni bo'yi boshi og'rib yuradi. Qaynisining hali ham o'tiribdi. Shuncha muammo ustiga mehmonlar ham keladi-yu. Yo, savolda nimaga hamma bizanikiga keladi? Biz boshqalarnikiga mehmonga bormaymiz-u. Mehmon kelsa mayli, ulardan keyin yig'ilib ketgan idishlarchi. Yaxshi ham bavi bor. Shuncha idishni bittada dezinfeksiya qilib olaman. Oldin katta tog'oraga qaynoq suv solib, bavini solib 10 minut kutaman. Kechadan qolib ketgan selyotka hidiyu yopishib qolgan xalideslarni 10 minutda tozalab olaman. Keyin oddiy suvda chaysam bo'ldi. Qaynisinim hali ham shattilar. 1-yanvar kuni oynan oldiga kelib hammani motivatsiyasi paydo bo'lib qoladi-yu. 2026 mani yilim. O'zimga va'da beraman. Bu yildan zalga chiqaman, alt solaman. To'xta, o'tgan yil ham shularni bajaraman deb o'zimga va'da berib bajarmadim. Ha, mana bu yil yana va'da beraman deb yana bajarmayman. Paq